vanna terapiyasi boshlandi. Oldini olish imkoni bor. Bemalol kelib Va oyoq, boldir, tizzalarga qo'yiladi. Chimyon chashmasi sihatgohiga kirishimizda mana shunaqangi bir zeleniy, yashil hudud bizni qarshi oladi. Hozirda biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Chimyon qishlog'ida Chimyon chashmasi degan sihatgohidamiz. Hozirda sizlarga mana shu Chimyon sihatgohimizni qulayliklari, bu sihatgohimizni qanday kasalliklarga ixtisoslashganliklarini mutaxassislarimiz yordamida bemalol sizlarga tasdiqlab aytishimiz mumkin bo'ladi. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, joylarni band qilib, voha, qo'shni Qirg'iziston, qo'shni respublikalarimizdan, Tojikiston, Qozog'istonlardan bemalol kelib dam olishlarimiz mumkin. Bu yerda havosi o'ta go'zal, o'ta maza qilib nafas oladigan havomiz bo'lyapti. Qani bo'lmasam ko'p gapirib o'tirmaymizda videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umar opa, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Chimyon chashmasiga xush kelibsizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Bizga bu joyimizni bir chiroyli tushuntirib beradigan inson siz ekansiz. Albatta. Bir mana shu ko'rib turgan obunachilarimiz bu joyni xuddi mana shu joyda turgandek qilib tasvirlab berishimiz kerak bo'ladi. Qo'limdan kelgancha sizlarga xizmat ko'rsataman. Bizi asosan Chimyon chashma sanatoriyasi 99% tayanch harakat a'zolari, bo'g'im og'rig'i, poliartrit, revmatizm, hattoki suva yemirilish kasalligini to'xtatadi. Bizda ham dam olasiz, ham davolanasiz. Bizda teri tanosul kasalliklari, psoriaz, har xil toshma toshadigan insonlar uchun ham juda ham foydali. Yurak qon tomir kasalliklari. Bizda oltingurli vannamiz qonni suyultirish hisobiga davleniyani tushirib beradi. Qondagi qon miqdorini kamaytirib beradi. Erkaklar va ayollarda prostata shamollash, jenskiy shamollashlarga juda ham foydali suv o'rtasidagi yagona suv hisoblanadi. Bu ya'ni oltingurli suvimiz. Bu vanna suv hisoblanadi, siravodorod suv hisoblanadi. Bu o'tirgan holatda belgacha vanna qilinadi. Mana shu gaplaringiz isboti sifatida o'sha joylarga borib bir ko'rsatsak shularni. Bo'ladimi? Albatta. Yuringlar, men sizlarni bir tanishtirib o'taman. Rahmat, ketdik. Bu yurish inson organizmi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Zinalarimizda oraliq masofasi ham kaltaligining hisobiga ko'p ham insonlar qiynalmasa kerak. Charchash yo'q. Albatta. Mana bizi bu oltingurli vannamiz. Dam oluvchilar kirganda mana hamshira opamiz qabul qilib oladi va vannani tushish qoidasini o'rgatishadi. Umumiy vanna qabul qilish qoidasi o'tirgan holatda, chunki bu oltingurli juda ham foydasi kuchliligi uchun yotib olish mumkin emas. O'zi bu o'tirib olsa ham teri orqali qonga so'rilib, o'zini foydasini ko'rsataveradi. Assalomu alaykum xola. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Mana biz YouTube tarmog'ida obunachilarimizga mana shu Farg'ona vodiysida sihatgohlarni tanishtirish maqsadida mana Chimyon chashmasi sanatoriyasidamiz. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdan keldingiz? Men Toshkentdan keldim. Abdullayeva Ra'no. 60-yilman. Salomat bo'ling. Dama xajaykaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Qalay, sihatgohimizning qulayliklari, bu yerdagi o'sha mana o'zingizdagi bo'lib turgan muammolarga bir foyda topdingizmi siz? Endi Alloh nasib qilsa, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi deyishyapti. Oyog'im, belim, endi bu возрастной narsalar hammasi. Nima edi, gribokka ham, например, qo'lim tirnog'imda gribok bor. Mana ozgina уже zarastasi qildi. To'xtalish bor. Xudo xolasa, endi umid bilan keldik. Eshitdik, что servodorod bor. Qudam yetganlar o'zlari olib keldilar. Ko'pchilik bilan keldik. Mana qabul qilamiz. Qulayliklar yaxshi. Qulayliklar yaxshi, xonalari yaxshi, ozoda. Например, stolovaga ham hali biz oxirgi marta zavtrak qildik, duo qildim. Ratsionlari juda ham yaxshi, harakat qilishyapti. Qanday desam ekan, nima edi, odamlarning ko'nglini olishiga. Chut-chut desert, chut-chut salat, o'sha hammasini normada qilishyapti. Hamma yo'q demak bor. Bor, hammasi bor. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Demak, borib dugonalarga tavsiya qilasiz. Обязательно. Обязательно. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin.
Xo'p, Farg'onani havosi o'ta go'zaldi, bejizga aytishmaydi. Mana agar o'zlaringiz mana shu sihatgohga keladigan bo'lsangiz, bir 4-chi yo 3-chi qavatga to'g'ri keladigan balandlikda mana vodiyning go'zalligini ko'rib, mana shu joyda bir to'liq nafas olib, bir ochiq havoda dam olish imkoniyatlari ham bor. Videoni davom ettiramiz. Lichebniy korpuslarni sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz. Bu sihatgohimiz tayanch a'zolariga ixtisoslashganligi uchun ko'rib turganimizdek 100 ta pog'onalik zinadan bu yerda dam oluvchilarimiz yurib, litseniya olishga borishar ekan. Aziz obunachilar, mana vohadan kelgan, ya'ni Qashqadaryo, Surxondaryodan kelgan tog'alarimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum tog'a. Alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, siz yaxshimisiz? Qashqadaryoning qayeridan? Qashqadaryo Yakkabog' tumani To'qmashlardan. Aha. Qani, bu Chashma sihatgohimiz. Juda chiroyli, juda yoqimli, ob-havosi toza. Bu yerda ishlayotgan nima deydi? Hamshiralarning xushmuomalaligi, xonalarning tozaligi. Umum olganda bir mo'jizada bu yer. Havosi toza. Havosi toza. Ayniqsa mana bu zina deymiz. Zinalardan chiqib tushishingiz. Kelinglar, dam olinglar, hozir chiqarlar, o'zlaringning sog'liqlarini tiklab, sog' salomat, eson omon bolalaring bari qaytib borishni nasib aylasin. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Surxondaryodan. Surxondaryo Termizdan. Salomat bo'ling. Mana sizdan ham ozgina shu sohada so'raymiz. Qani, ob-havolarimiz, bu sihatgohimizda nima taraflari sizga ma'qul kelyapti? Bu sihatgohning eng oliy narsasi ham sihatgoh, ham klinika. Vrachlari, hamshiralari, med ko'riklari, ishchilari, oshxonalari hammasi juda ham ajoyib. Tog'li joy. Eng ajoyib narsasi do'stimiz aytgandek, zinadan chiqib tushish o'zi bitta sog'liq tiklash ekan. Omonlik bularning ishlariga, salomatligiga, ishlariga, mana shu yerdagi barcha xizmatkorlarga sog'lik tilaymiz, ishlariga omad. Rahmat sizlarga. Bo'lmasa mana o'sha birgalikda mana shu zinadan tushib, sog'liqni tiklaymiz, ha? Qani ketdik. Salomat bo'linglar. Parafin qo'yish qoidalarimiz asosan bel va oyoq, boldir, tizzalarga qo'yiladi. Bu yerda shamollash, og'riqlar qoldirish xususiyatiga ega. Tog'ajon, yaxshimi, sig'masmi? Bu muolajamiz 15-20 minut turadi. Bu og'riq qoldirish xususiyatiga ega. Beldagi shamollashlarda, yallig'lanishlarda oladi. Mana bu fizioterapiya bo'limi. Bu fizioterapiya muolajalarimizda 5-6 xil, 7-8 xil muolajalarimiz bor. Bir o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ramiz. Buni tanishtirasiz. Albatta. Qani, bu fizioterapiya muolajasini Nugaves, ya'ni masajniy kravat apparati. Iltimos, qisqacha ma'lumot berib borsangiz. Bu kravatimiz, ya'ni grijalarga asosan foyda beradi. Ya'ni bel umurtqalarini ochib beradida, qorindagi yog'larni eritib, ichaklardagi shamollashlarni oladi. Erkaklardagi prostata bezidagi shamollashlarga ham o'zidagi 5 tali lazeri bor. Ya'ni bu 3 tasi bittada masajniy kravat hisoblanadi. Rahmat. Bu sapok apparatimiz oyoqdagi uvishishlarga, tomir tortishlarga, panjalardagi sovqotishlarga foyda beradi. Ya'ni oyoqdagi qon tomirlarni kengaytiradida, qon aylanishlarini yaxshilab beradi. Qon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin o'z-o'zidan barcha kasalliklarimiz bartaraf bo'ladi. Xonamizni 90-raqamli xonamizni ichkarisini ko'rsatamiz. Bu yerga kirganda kichkina zal, oshxona hisobida bu yerda o'sha oilaviy kelib ovqatlanib, choy damlab, o'sha yengil piknik qiladigan xonamiz. Bu endi sanuzel. Bu tomonda mana 4 kishilik oilaviy xonamiz, ko'rib turganimizdek xonamiz lyuks xonalardan biri. 4 kishilik televizor, konditsioner hamda issiqlik otopleniyasi yaxshigina qo'llangan ekan.
Sizga bitta narsani ko'rsataman. Manzarani bir ko'rsatib qo'ying bularga. Manzarani qarang. Qanchalik balandlikda turibmiz. Agar bu yerda ochadigan bo'lsak, o'sha haqiqiy Farg'onani manzarasini, havosini his qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir bu joyimiz 4 kishilik xona ekan, 2 kishilik xonani ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bemalol mana shu video davomida chiqqan nomerlarga aloqaga chiqib, o'zingizga xohlagandek xonalarni buyurtma qilib kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Kamerachi aka, 1 minutga keling. O'sha aytib o'tganimizdek 2 kishilik xonamiz mana shu bo'ladi. Mana kirganimizda bizni birinchi bo'lib yengil kofe, choy ichib o'tiradigan joy. Va bu yerda mana o'sha 2 kishilik spanligimiz, bu o'sha oilaviy kelib dam oladiganlarimiz uchun. Bu yoqda o'sha sanuzel hojatxonamiz bu yerda. Bu xonamiz 1 kishilik xona deyiladi, ya'ni bu yer lyuks xona, bu yer ham mana ko'rib turganimizdek chiroyli o'sha spalniy xonamiz, televizor, xolodilnik, seyf hamda konditsioner. Bu yerda o'sha ichida o'sha hojatxonasi, sanuzel, dush hamma yo'g'i bor. Xullas, 1 kishilik, 2 kishilik, 4 kishilik xonalar bemalol lyuks xona. Bundan tashqari pol lyuks ikigin standart holatdagi xonalarimiz ham bor. Narxlarini video davomida chiqqan nomerlarga aloqaga chiqib bemalol kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz obunachilar, mana toshkentlik opalarimizni, ya'ni 6 ta dugonalarni xonada chiroyli bir maza qilib suhbat qilib turgan jarayoniga kirib qoldik. Opalarimizdan bu Chashma Chimyon Chashmasi sanatoriyasi haqida ozgina suhbatlashamiz. Assalomu alaykum opalar. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Damlab olyapsizlarmi charchamasdan? Bizni mana vodiyimizga xush kelibsizlar. Hali ob-havolar yaxshimi? Salomat bo'ling. O'zlaringizni fikrlaringizni ozgina endi o'rtoqlashsak, mana bizni ko'rib turganlar balkim o'zlaringizni dugonalaringiz ko'rishi mumkin. Siz vodiyni Respublikanskiyda temir yo'lda ko'p sanatoriyalarda bo'lganmiz. O'tga birinchi kelishuvimiz bizga juda ham yoqdi. Med personallari, ozodagarchiligi, ovqatlari, keyin juda ham xushmuomala hammasi. Sağ olun. Şifa duyduğunuzda şifazat tapıyla. Burada aynısı ben bu serivodorod, altın gugurtu bir hasiyatı cüdeyen başkaça. Aynısı bu ayak kol, melege cüdeyen. Tayanç azalarıga yaxshi ekan. Bize yaşlılığa cüdeyen faydalı ekan. Daya hammayan ummasın demedi. Umid bilan keldi, noumid qilmasin. Hammasi ham shifo olib, shifolanib ketaylik. Ilohim, salomat bo'linglar. Mana Rishton piyolasini qayerdan topa oldingiz? Rishton piyolasini bu yerda qidirdim, topam, to'g'risini aytaymi? Ayting. Lekin o'zizani Toshkentdagi Chorsu bozoridan oldim. Shu yerdan topa olmadingizmi? Bunaqasini topolmadim Rishtonda. O'zini Chorsu bozoridan. Endi mana hozir qaytishda taksistlarimizga aytasizlar. O'sha Rishtonni Baraka mozor degan joylari bor. Ana shu joyga olib borishsa, yo'lda ikkala yuzi faqat Rishton kulolchilik markazlari. Buni har xil gullari bor, tovoqlari bor, laganlari bor. Uyga olib borib o'sha Toshkentda to'y oshini solib yeydigan tovoqlari bor. Shulardan olib ketinglar, esdalik bo'lib qoladi. Borib o'zingiz dugonalarga maqtaysizlar-da endi buni. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bu Chimyon chashmasini giyohli vanna muolajasi. Bu giyohli vannani tarkibi isiriq, ramashka, zanjabil, archa, yalpiz, yong'oq kabi tabiiy giyohlarda qaynatilgan holda 70-80 litrga suvga quyib beriladi. Bu yallig'lanishni, asablar tinchlantirishni, og'riqlarni, jigarda oqsilni parchalash xususiyatiga ega. Muolaja vaqti 10 minut. Aziz obunachilar, mana aynan o'sha Chimyon chashmasi sifatgohimizda ham mana shunaqangi asalli bochkalardan foydalanish mumkin. Asalni eng tozasi surtib, badanga surtib, mana shunaqangi parli vannada bochkamizga qamab qo'yiladi, ya'ni qiynoq bochkamiz desak ham bo'laveradi. Akamiz mana chiroyli bo'lib, maza qilib hozir shamollashlarini ketkizyapti. Asosan bu bochkada o'sha tanadagi bor shamollashni oldini olish imkoni bor.
dam oluvchilarimiz mana shunaqangi xonalariga qaytishganda fitobar degan joylariga, ya'ni o'sha kokteyllar, har xil mevali damlamalardan ichib bir piyola qahva ichish imkoniyati bo'ladi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hozirda bizga taklif qilishgani bu jenshendan tayyorlangan qahvamiz, ya'ni kofe. Biz ancha joyda aylandik, charchadik, shuning uchun bizga quvvat bo'lish uchun ham mana shu jenshendan tayyorlangan damlamamizni berishdi. Hozir ozgina o'sha obed paytini poylab o'tiribmiz. Obed qilinib turgan jarayonlarni ham sizlarga ko'rsatish maqsadida ozgina biz ham dam olyapmiz. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, bugun 24-oktyabr, hafta kuni payshanba kuni tushli taomnomamiz mana ko'rib turganingizdek, birinchi ovqatimiz borsht, ikkinchi ovqatimiz o'rama. Yonida mana qo'shimcha tabiiy vitaminlar, salatlarimiz, ko'katlarimiz, salatlar, qalampir deydiganlarga qalampir, qatiqlar, mana nonni ham 2 xil, 3 xili, ya'ni o'sha dietetiskiy sahari bor insonlarga ham o'sha qora nonlar bor ekan bu yerda. Qandli diabeti bor insonlar uchun maxsus mana qora nonlarimiz tashkil qilingan. Bu endi obed paytida 2 xil ovqat, ya'ni suyuq, qo'yiq. Birinchi, ikkinchi ovqatimiz. Kechki payt ham birinchi, ikkinchimi, qanaqa? Kechki payt faqat bitta ovqat bo'ladi. Suyuq ovqat. Suyuq yoki qo'yiq pishiriqlari bilan oldida deserti bilan bo'ladi. Demak, 3 mahal issiq ovqat beriladi. Bo'lmasam taomdan tatib ko'raylik, ya'ni o'sha povurlarimiz aytgandek borsht. Borshda endi o'zbekchasi nima bo'ladi endi? Yo opitsiyanaga yozib qo'yasizlarmi? Karamli sho'rva. Karam sho'rva. Qani bo'lmasam o'sha ukrainskiy borshdan tatib ko'raylik. Ya'ni o'zbekcha nomi karam sho'rva. Karamli sho'rva. Bismillahirrohmanirrohim. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha hammaga. Qani bismillahirrohmanirrohim. Yaxshimi mazasi? Mazasi zo'r. Tuz namaklar joyida. Karam sho'rva. Men karam sho'rva